Gold nakavund bo'lib yutqazib qo'ydi. Bu holatga Odilxon shaxsiy fikrini bildirdi. Kamel Taysonni yutdi fikrini bildirdi. Tayson yaxshi bola, malades, yaxshi jang qildi men bilan, lekin omad tilayman dedi. Video oxirigacha ko'ring, izohingizni yozib qoldiring va like bosib qo'ying. Afsuski gol yutkazmaydi bugungi jangda. Hamma goldan g'alaba kutadi. O'zingiz nima deysiz? Assalomu alaykum hammaga. Endi odamlar aytishi mumkin, har xil komment yozishi mumkin boshqa, lekin Gold bilan lichda tanishmiz, salomatligimiz ham zo'r. Menga maslahatlar beradi. Misol, qaysi ligaligini aytmayman, o'sha ligaga tortmoqchi ham bo'lgan, davay jang qilish kerak deb. Odamgarchiligi zo'r. Men nimadir bir fikr bildirishim yoki qanaqadir bir nimadir aytishim xato. Bilmayman, endi kuchli bo'lib qaytgan har doim. Menimcha nima deydi, oldingi hayotdagi sinovlardan ko'ra bu osonroq yengadi bu sinovni deb o'ylayman, lekin bilmadim. Odilxon bu Oktagon bu Odilxon degan gaplaringiz bor edi. Odilxondan qachon ko'ramiz shoular, qachon ko'ramiz nokautlar, qachon ko'ramiz pobedalar. Siz hattoki erga bilan to'klarni ham yutgansiz. To'g'ri? Hozir hech kim yutolmayotgan paytda bir mahalla siz yutgansiz shuni. Endi aka ochig'ini ayting, mayli ushinglar, so'kininglar, boshqa qilinglar, ana nima deydi, birdaniga endi moliyaviy jihatdan boyish deymizmi, hamma narsa yetarli bo'lgani ozgina meni dangasa qilib qo'ydi. Ochig'ini aytaman. To'g'risi, motivatsiya, men hozir yutsam ham, yutqizsam ham shu yaqinlarim yonimda, nima qilaman, men shu gonorarni olaman-ku baribir degan narsa bo'lib qolib, 1 yil 2 yildan beri dangasa bo'lib qoldik. Lekin mana ag'zam do'stim yonimda, mana shu jigarim har doim, har bir kuniga bir 3-4 marta aytadi-da, o'rtoq trenirovka qilish kerak. O'rtoq, shuncha motivatsiya yetmaydimi? O'rtoq, boshqa darajaga chiqishimiz kerak deb. Mana shunaqa yaqinlarimiz boriga shukr. Xudo xolasa, keyingi turnirda urishamiz. Odilxon muxlislari bormi? Belgilab ketinglar. Odilxon sendan g'alaba kutamiz. Harakat qil, naleva naprava yuraverma, qizlarga borma deb ketinglar. Qizlarga ko'p borib qo'yapti shekilli. Qizlar menga ko'p kelib qo'yadi. Xullas, nima deydi, o'sha kommentlarda noto'g'ri yozavermasdan shu omad deb qo'ysanglar ham xudo xolasa harakat qilamiz. Isbotlaganmiz, dalshi isbotlaymiz ham xudo xolasa. Manfaatli intervyuga omad yor bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat jigarim. Afsuski bugungi jangda Kamil Galata yutdi. Butun O'zbekiston Nimaga afsuski? Taysonni kutdi. Hammamiz Taysonni g'alaba qozonishini kutdik. Bu yerda afsuski yo'q, bu sport. Farqi o'zbekman, tojikman, glавный biz kuchni birgalashtirishimiz kerak, tamom. Bu sport g'alaba qozondi. Siz bilan aka-ukamiz. Конечно. Bilan Alloh uyda ham ko'rishganmiz. To'ppa to'g'ri. Xo'p, aka. Nima demoqchisan, akalar, ukalar? Kuch birgalikda, ajratmanglar, millatlikda. Tayson ham malades. Zo'r urishdi. Zo'r jang ko'rsatdik degan umiddaman. Hammaga katta rahmat. Taysonni o'sha Oktagonga kirganda birinchi bo'lib o'zingiz ustozlik qilgan ekansiz. 2024-yilda unga o'rgatayotganlaringiz bo'ldi. Hozir ish chiqqanda, yana 2026-yilda birga urishadi deb blogerlar video qilishyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Oldinga qo'yilgan maqsadlar qanaqa endi? Maqsadlar keyingi jang qachon bo'ladi? Jang menga qizig'i yo'q, prosta men kayf qilaman, chiqaman, urushaman, kayf qilaman. Men ham hayotimda hamma narsa yetarli, Xudoga shukr. Mening niyatim, chiqishimning niyati tojik, o'zbek, qozoq, qirg'izlarni birgalashtirish, janjal bo'lmaslik. Bo'l, menga boshqa narsa interes yo'q. Paxta, maqta deysizlar, u menga qizig'i yo'q. Bayroqlar ko'targanimga men hech kimdan bir so'm pul olmayman. Men o'lganimdan keyin eslab qo'yinglar bo'ldi. Xo'p, Qobiljon bilan Muhammad Ali haqida gapirdingiz. Qobiljonni bilasizlar, yoshliklar hozir pichoq moda bo'lgan. Tojikistonda Muhammad Ali chempion, MMA bo'yicha chempionni o'ldirib qo'ydi. Yoshlar birga bo'lsin demoqchiman. Kitob o'qinglar, maktabda yaxshi o'qinglar. Xuliganlik qilmanglar, jigarlarim. Bizga Alloh jon bergan, Allohning o'zi olsin jonimizni. Paxta maqta deysizlar, men paxtani bilmayman nimaligini. Kimgadir anaqa qilyapsizlar, o'zbekchasiga nima deydi? Paxta. Menda undaqangi jigarlarim, undaqangi ko'nglim toza odam. Yomonman. Kamil Galata yomon odam, lekin ko'nglim sal tozaroq jigarlarim. Kamil Galata nima demoqchi? Kuchingiz ko'payib ketdimi? Ko'chada urishmang, mumkin emas ko'chada. Kuchingiz ko'payib ketganimizda kela Oktagonda kuchingizni sinab ko'ring. Chista Oktagon. Правильно? To'g'ri.